Şehsiyeli yaşayotgan barliq Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlar bugun barin şehitlerini xotirlab o'tkazilayotgan namoyishimizni başladık. Bugün hava intayin soğuk. Nölden tushib ketdi Stokgolmda. Shiddatli yig'yapti. Soğuk'a qaramay bu yoqqa kelgan bugun bu namoyishimizni Shvetsiya parlamentida Sharqiy Turkistondagi Xitoyning yurgizayotgan qirg'inchiligini qatliam deb tunish va shundaqlam qaro elish qirg'inchilikni tunish qarori elish parlamentga besim qilish uchun boshlatgan namoyishimizning 6-qismi shundaqlam barin shehidlarni xotirlash uchun berayotgan namoyishimizni bugun yana boshladik. Namoyishimizning 6-qitimi havo bek so'g'uq qaramay qarindoshlarimiz kepti, boshqa qarindoshlarning bu qarindoshlarımızın ruhidan uyg'onib navbatni qo'lga olib bugun kelanmaganlarning yana bir qatimda bu yoqqa hozir bo'lishini umid qilamiz. Alloh kelgan qarindoshlarımizga ajri azim ato qilsin. Boshqa qarindoshlarning mushasi vaqtdan qo'rqmaydigan, qadr qo'rqmaydigan ruh ato qilsin. Shundaqlam xalqini unutib qolmaydigan, vatanni bulayotgan zulmni, qirg'inchilikni aslaydigan ruh, jasorat ato qilsin qarindoshlarımizga inshaalloh. Shamol qattiq chiqyapti. Mana bu Shvetsiya parlamenti 249 parlament a'zosi shu binoning ichida turdi qarindoshlar. Namoyish qilayotgan maydonning ismi Mentoriyat. Bugungi namoyishni Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi o'rinlashtiryapti. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Biz Shvetsiyani parlament binosi oldida Sharqiy Turkistonda yurgizilayotgan qatliam munosabati bilan uzun muddatlik namoyishni davom qilyapmiz. Bugun shu uzun muddatlik namoyishni qilish bilan birga Sharqiy Turkistondagi Qashqar viloyat Aqto'y nahiya Barin yezisida 1990-yili 5-aprel kuni Xitoy kommunist tajovuzchilarininki Sharqiy Turkistondagi shu Barin yezisida nurg'unlagan qarindoshlarimizni qatlam qilish munosabati bilan bugun bu namoyish maydonida turibmiz. Biz o şehit bo'lgan Barin yezisidagi va barliq Sharqiy Turkistonda shahid bo'lgan qarindoshlarimizni eslaymiz. Va shundaqla Xitoy tajovuzchilariga shuni xitob qilamizki, Sharqiy Turkistondagi qatlamni to'xtat. Sharqiy Turkistondan chiqib ket. Sharqiy Turkistonga ozodlik, Uyg'urlarga erkinlik. Hammaga rahmat. Allah bizlerge hak göstersin ve hak arkasında gençlik istiyoruz ya Allah. Amin. Ya Allah bizlerge hata göstersin ve hatadan yırak kılışını istiyoruz ya Allah. Ya Allah bugün bu yerde ya Allah vatanımızdan bayrağını kötürüp şehitlerimizni bir yerde tizip durup ya Allah. Ve şununla birge Barin vakasında şehit bo'lgan şehitlerimizle ya Allah sen rahmet kılgın ya Allah. Ve şularını eslep biz sana kol getirip duruptuk ya Allah. Şularının maksidi Sharqiy Turkiston'ni azat kılış ve senin dinini tiklaş idi ya Allah. Ya Allah şunun keyin hazırlık ya Allah. Şu yol
yolda menevatkan bütün mücahit karindaşlarımızga ve vatansever karindaşlarımızga ya Allah sen devamlı yardımcı bolgun ya Allah. Ya Allah, muş yerde kol götürüp turgan karindaşlarımızga sen ecre sevap atar kılın, günahlarımızda mağfiret kılın ya Allah. Bizden devamlı vatanimizni azat kılış üçün devamlı muş yolda harmay, talmay, devamlı muş yolda menişimizga sen devamlı bizge müstehkemçilik ve iman atar kılın ya Allah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin ya Rabbel alemin.